Yiqishdan yiqilganlar. Nima bo'ldi sana ayting? Basharam bilan yiqildim. Yo'q. Dadang nima dedi? Onang. Ibi. 3 yil tayyorlanganlaring necha bal oling? 36. Ibi. Otang nima dedilar? Sana kurs o'tgan domlam namoz dedilar, tamam. Necha bal oling? 36. Dadangga nima deding? Shil uyim o'laman aytdim. Katakonlar o'g'li o'qishga kirdi. Dadang ham deputat, kattakon ham dadang. Yo'q. Ha? Zo'rku. 8 yildan yiqilding, Endi nima qilsan? Yo'llar ochilsin, Rossiyaga ketaman. Dadam chaqiribdi, supermarketda ish bor dedilar. 6 soat ishlaysan, $1000 beradi dedi. Ha. Menga bir student bo'lib yurish, och qolib, o'ylab beradi. Kvartirama. Ay. Hamma grantga kirdim-ku. Yo'q. Ha? Shu buyurmoq minib kelaman, bip qilib hammani ko'ting kuyapti.